Agar Rastamoshkani ochib qo'ysa, ko'ramiz kelgan JM monopoliyasini. Fikrimiz birinchi o'chirdi. Boshqalar ham mashinaga raqobat chiqarishimiz kerak. Sal bo'lsa ham narxni tushadi. Raqobat bo'lsa yaxshi bo'ladi. O'shaga xalq cho'nchagiga mashina narxini qilish kerak. Oyligi 3 million, mashina 8 ming dollar qachon oladi u bechara? Shuning uchun sal raqobat bo'lsa yaxshi bo'ladi. Oylik ham 3 million. Shunaqa arzonroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Biz ham olib haydaydi-ku. Inomarkalar. Mashina qidiryapsiz hozir. Hozir men endi Sparkka tushdim, pulim yetmayapti Sparkka, aka. Sekin nariyoqqa ketolman endi. Jiguli taraf. Shunaqa, Jiguli. Pulim yo'q, 3000 dollar pulim bor. Jiguli haydasa ham bo'ladi hozir bu. Sekin oladi bitta majlisni. Bolchga tashib yig'ib 3000 dollar pul yo'q edim. Ochiq gap, aka. Bolchga sotaman, hamma biladi. Endi pul yo'q endi, Jiguli olamiz endi. Nima qilamiz boshqa? Hozir anta Moskvich olmoqchiman mana tom qo'yib turib, Moskvichda hozir temir tersak tashab